Ana. Olib kelib tur shuni. Jamshid ham jahli chiqdi. Mana bu yerda uka, mana bu yerda qon analiziga to'g'ri bor uka. Menda unaqa narsa bo'lmaydi uka. Mana bu yerda qon analiziga to'g'ri yozdiraman men uka qo'ydi. Dokumenti bilan-da. Gap yo'q, aytdim siz obunachilar bilishadi-ku sizni. Gapni ochiq, G'urumsaroydan 6 ta qo'ya olib. Yo'q, men uni sizni hali 6 dan qo'ya olib, 6 ariqdan qo'ya olib turib, to'g'ri gapsa. sizni jahlingizni chiqarish emas, sizni obunachilar bilishadi o'zi, aka, tanishadi. Qorakani yaqib olib uka, men qilmayman. Menga PR kerak emas uka. Meni o'zi vajimni o'zida. Assalomu alaykum aziz obunachilar, charchamayapsizlar, tuzimsizlar. Xudo xolasa bugun bir 10 partiya qo'yimiz bor, bir 6 partiya qisqa qilib chiqaramiz. Bizniki 6 partiyamiz ham qanaqa? 20 ta 30 tadan qo'y chiqadi-da. Xudo xolasa lakni bosib tursin. 500 ta lakka bittadan egiz qo'y. Hali ham gap o'sha gapi. Berdik bittasiga. 500 to'madi-yu, 300 nechta ham bo'lgan ekan, uka dedi bo'ldi berdik uka. 500 ta layka bitta qo'zi. Bitta egiz qo'y. Egiz qo'y. 1 2 3. 1 2 3 turasiz. Yak dusi. Yak dusi. Gap. Hammaga assalomu alaykum, assalomu alaykum. Chorva obzor kanalining qadrli va shaddiy obunachilari. Obunachilar, yana biz o'sha arzon akamizni qo'y fermalariga yetib keldik. Hozirda biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qumariq qishlog'idamiz. O'sha mashhur arzonchi Jamshid akamizni qo'y fermalaridamiz obunachilar. Bugungi video syomkamizda ham 10 partiya qo'y bor. Hozir ichkaridan ko'rsatib qo'yamiz. Ichkarida qo'y to'la obunachilar. Bir qisqa qilib 15-6 partiya chiqarib beramiz. Xudo xolasa obunachilar, like bosib kuzatib turasizlar inshaalloh. Narxlar bugun shu yeri bilan bitta bo'ladi. Bo'g'oz, qisira, barra, hammasidan qisirlar ham bor. Obunachilar hammasidan bor. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Bugun hafta kuniga seshanba 25-mart 2025-yil. Videoni albatta oxirigacha ko'ring. Biz boshladik. Jamshid aka, assalomu alaykum. Inim charchamayapsiz. Bormisiz aka? Rahmat obunachilar, sog' salomatlikda. Tinch bo'ylar, sog' salomat bo'lar. Narxlar suv tekin bo'lib ketyapti, aka sizda. Bizniki endi 2,5 million liniyali qo'yib turib, yerini to'lib turgan qo'ylardan chiqaramizda. Hop. Bizga men unaqa qo'yni oldiga bormayman. Ha. Bormayman. Liniyali yaxshi qo'y sotaman, 3 million tepasi sotaman. Bo'ladigan. Ha, men 2,5 milliondan mana yerini to'lib turgan qo'yni 2-3 yil turgan qo'y olib beraman. Hali nomaliq surpas qurib qilmasin, obunachilarimiz o'zi mazza qiladi-ku. Bu Qirg'iziston-a? Bularga Qirg'iziston, qarab turing Sardorbek. Bu yerda ikkita afg'onni qo'yi bor uka. Buni aytib qo'yish ham farz, ham qarz uka. Ikkita afg'ondan bor. Afg'on bilgan odamga. Bu bilan qaysi bitta mana shu bitta? Afg'onni ko'rib qo'ysin-da. Afg'on qo'y mana buni yaltillagan ko'rganmisiz? Bu o't bilan yur mana tishi. Mana obunachilar. Mana uka tishi. Mana tishlari yosh-ku. Mana shu afg'on uka. Keyin afg'on qo'yi dumbasi uka bunday yalpi dumba bo'ladi, yoppa dumba. Yurak dumba bo'lmaydi. Yoppa bo'ladi. Lekin afg'on qo'y chempion qo'ylar ichida masalan, chempionni o'zim tan olaman, afg'on qo'y bo'ladi. Bular bo'g'oz hammasi? Xudo xolasa uka, bo'g'oz, qo'shqor yurgan ichida. Qo'shqor yurgan. Endi biz bugun yerda tug'ar demaymiz-ku, lekin qo'shqor yurgan. Mana obunachilar. Lekin bu qo'ylarni puliga hozir bozorda uka. Bu qo'ylarni bozorchi sotib turib, o'rniga yana bola qo'yib beraveradi baridan kelsak. Beraveradi. Ha, lekin bu uka mevasini xudo xolasa tuqqanda bir 2-3 yil bolasini olganda ko'radi uka. Buni bo'ylarini nechaga beramiz? Buni uka 75 ga beramiz uka. Endi men sariq qo'yib turib uka, sariq qo'yib turib bularni mana bitta qarang. Mana bitta, mana ikkita qarang, kilovni qarang. 3 ta, 4 ta qo'y, 5 ta qo'ydi uka. Hozir Edilbay demaymiz. Lekin 80 dan ustida mana shular, ha? Uka 75 deb hisoblaymiz. 75 hisoblashadi. 75 ga beraman, lekin 80 deb 80 narxini ham aytaman uka. Kerak yo'q, 75 ga olish o'zi. Mana shu qo'yimiz o'zi Qirg'izda shunday bo'ladi. Hozir O'zbekistonda qo'ylarimiz bor. Mana bu qo'y tishini ko'rib qo'ying. Mana bu qo'yni qara tishini ko'rib qo'ying. Hali ektish endi yoryapti. Qo'z birinchi qoringa. Qo'z chacha degan narsa-da bu uka. Jonor ko'ring obunachilar. Xudo xolasa Sardorbek. Lekin bo'ylari obunachilar 80 dan ustida 75 plyusga olaverasizlar. 5 ta qo'yib toza Edilbay Arasham desam bo'ladi-ku bu. Kiprilar qarab. Arasham bas uka. Soni ham 7 degan soni. Ha, soni 7 ta 5 ta qo'yimda Arashamni maqtasa sonadi, Arasham bas, lekin Edilbay. Edilbay. 7 dan biri Xizr deyishganda obunachilar 7 ta, xohlasa bir qo'y. 1 tug'ma, 2 tug'ma, 3 tug'ma qo'y uka. Buni ichida uka, ana shu qo'yni bolasi mana bu ikkovi bo'ladi uka. Mana qo'yni bolasi, mana bu o'tgan yili qo'ziligida tuqqan. Mana bu bilan mana bu shu ikkovi shu ham bolasi. Ikkovi shu bolasi. Mana obunachilar, lekin qo'ydan to'g'risi ishqibozlarga tavsiya qilamiz. Usti tukan ekan deyishyapti, endi bitta narsani isboti bilan qarab ko'ring. Qarab ko'ring. Bana keling uka. Bu tukan ekan deydi. Endi mana bu yerga yaqin. Men yerga nima qildim? O'giring, mana obunachilar mana ko'ringlar. Qo'yni qarang aka. Bu dalada yurgan qo'y uka, mana tishlari ham uka 6 ta. Shuncha tug'ishga xudo xolasa uka. Jivoy bersa ham 75 kilo bor-da. Junini oldirishmaydi. Oya, buni juyiga qo'l tekizdirmaydi, o'zi to'lovni boshladi. Mana obunachilar, xudo xolasa o'zi to'laveradi. Mana uka, mana buni ham ko'rib qo'ysin. Mana buni ham ko'rib qo'ysin mana. Mana gap isboti bilan mana uka ketyapti.
Mana. Junini olmaysizlar Buni obunachilar. olmaydi. Bu shuncha qo'y pulga qo'y olishadi. U mana 2 million, 2,5 millionlik jala qo'ylarni junini olib nima qiladi? Buni juni o'zi shikalatga o'xshab, sneaker shikalatga o'xshab qop-qora bo'lib, qip-qizil bo'lib tulab boradi uka. Gap yo'q. Narxi nima deymiz narxini? Narxi uka Bir joyga. bularni uka bu Qo'lni avval bering. ekan, Arashan ekan, 42 dan, faloncha dollardan nima Yo'q, yopishtirib. 4 million so'mdan bas uka. 3 million 900 dan bas, 3 million 800 so'mdan. 38 dan emas aka. Ikkovi afg'onim lekin 4 milliondan bermaydi. Yo 4 million bermaydi, qo'yi suyuqa bo'lyapti aka. Mana qo'yimda ham 4 milliondan oshiq bozorda uka. Qancha o'tadi hisob mana? Bo'ldi 3 million 800 ming so'm. 3 million 600 dan. Maza qilsin. 3 million 600 dan. Hali aytadi. Biz ham aka 33 yarim maydalamadik. Vajda yerga urish kerak Yo'q, yo'q. Sardor Qo'y olib Bey. olish oson emas. Yo'q, unaqa pullarga Siz bo'lmaydi shuni aka, men obunachi taraf. Bu Ali kecha bitta akamiz yozib yuborishibdi. Ammo 500 tami 600 ta unaqa yozilgan prosmotr hammasi zo'r. Bitta akamiz uka Qirg'iziston yopig'u nimaga sen yolg'on gap. Bizniki Qirg'iziston yopilsa yaxshi. Bizniki zaxiramiz juda katta. Zaxira ko'p. Ko'p, mana bu baqa yaqib qo'ying uka. Baqa keling, bu qo'ylar chiqarmayman tag'dan, vaqtim yo'q chiqargani. Chiqargani Buni vaqt yo'q. ma'lumotini yetib o'tib ketaman. Bu chiqarilmaydi. Mana lakni bosib qo'ysin. Mana shu qo'ylar uka to'lib turibdi uka. Buni chiqarmayman, vaqt yo'q. Ichkarida ham qo'y seroq, obunachlarni Ichkarida ichkarida qo'yda ko'radi, chiqadi seroq. uka. Hop, narxini o'tib beringchi. Narxi bo'ldi 38 dan Sardor Bey 3 bor. million 600 dan. Hali qog'ozga ko'ra gapirmaymiz bu maza qilib kayf qilsin deyman. Hop, 3 million 600 dan bering, kayf qiladi. Boshqa narsadan bo'ladi. Qo'yni narxini eshitib, qo'yni boqib kayf qiladiganlar bor. Hopda gapni eshiting. Shunga taqqa. Gapni eshiting. Sizniki ham emas, bizniki ham emas. 3 million 700 dan berasiz, duo qilib like bosib qo'yishadi. Sardor Bey Jamshid, endi biz ham yuryapmiz. Dastlabkasini o'zida qilib olishadi. Mana Biz ham yo'l yuryapmiz, siz ham yo'l yuring. Samarqandgacha. Barakasi bersin obunachlar. 3 million 700 dan Samarqandgacha. Afg'oningiz jo'nating degan odamga mana ikkovi afg'onning Sardor Bey. Mana obunachlar. Ikkovi afg'onni uka. Ikkovi afg'onni uka. Beraman uka. 4 million so'mdan beraman uka. 4 million so'mdan. Ha, ikkovi afg'onimda. Nimaga qo'ying bundan kishi deydi? Afg'onni mevasi uka. Boshqacha bo'ladi. Boshqacha bo'ladi uka. Mana obunachlar xullas, hop, don olaman degan xudo xolasa telefonda kelishadi. 3 million 700 dan optimga ketaveradi obunachlar. Lekin maza qiladigan odamni qo'yib. Xalqimiz xudo 2 xolasa. tug'ma, 3 tug'ma qo'y, lekin bundan bir tug'ma qo'ydan 7 yil bo'laveradi. Eng qari qo'yimdan uka. Qari emas, eng qarisidan 5 yil bolaga men javob beraveraman. Xalqimiz maza qilsa bo'ldi. Lekin qarab turing. Nima qilingan? Pechatigadir, qonigadir bu qo'yda o'lchangan. O'lchangan. Analizlarga men javob beraman. Endi gap isboti bilan bo'lsin deb hozir qog'oz va qog'ozni olib chiqdi nima? Yo'q, qog'oz shartmi? Lekin mana yo siz obunachlarni bilishadi sizni. Qog'ozga deb mana kallani qarang-da uka, kallani. Mana obunachlar. Bitta Qur'onni qo'yib bu. Xullas, xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib kuzatib turasiz inshaalloh. Bu boshlanish obunachlarni bir bombalari oxirida bo'ladi. Inshaalloh obunachlar mana bular ko'ringlar. Ikkinchi partiyamizga kashdan simjunlar. Buni ham junni olmaysizlar, obunachlar o'zi to'laveradi xudo xolasa. Rastok qilib o'tirmaysizlar. Jamsaga nechta chiqdi? Sardor buni soni 1 2 3 4 5 6 7 8 do 18 ta ekan. 18 ta. 18 bosh. Bu uka Tojikiston Qoraqumdiki obunachilarimiz uchun. Tojikiston. Bo'ldi olib tur. Yo'q yo'q. Mana ko'ringlar. Mana. Olib kelib tur shuni. Jamshidga ham jahli chiqdi. Mana bu yerda uka, mana bu yerda qon analiziga dur bor uka. Menda unaqa narsa bo'lmaydi uka. Mana bu yerda qon analiziga dur yozdiraman men uka qo'ydi. Dokumenti bilan-da. Yo'q, gap yo'q. Aytdim siz obunachilar bilishadi-yu sizni. Gapni ochiq, G'urumsaroydan 6 ta qo'y olib. Yo'q, men uni sizni hali 6 dan qo'y olib, 6 aridan qo'y olib turib, to'g'ri gapsa. sizni jahlingiz chiqarish emas, sizni obunachilar bilishadi o'zi, aka, tanishadi. Qorakani yaqib olib uka, men qilayman, menga PR-mer kerak emas uka. Meni o'zi vajimni o'zida obunachilari bor uka. Maza qilishadi. Surxondaryo bir hojibon bor. O'sha hojibonga Abdushi alangali salom soat 12:01 da telefon qilishadi. Hola so'rab. 80 kirishibdi. Nasib bo'lsa dedi, sentyabr oyida boraman 100 ga deyapti. Kelishsin. Lekin Qashqadaryo bor, Andijon bor, Namangan bor. Hamma inson bizga birda, lekin o'shada bizni qo'llab-quvvatlab energiyani oshirtirganda o'sha odamlar bo'ladi. Qo'y sotmasam ham chunki mazza qilaman, o'sha hojibon esa. Duo qilib qo'ysa bo'ldi. Duo qilishadi. Bularning hammasi bu hozir. Bu uka endi mana bunday Qoraqumni qo'yib, gap isbotimda. Qoraqumni qo'yib, baqa keling uka. Baqa keling. Mana buni ko'rib qo'ying. Bu Allohning mo'jizasi. Mana u ko'rib qo'y tishini. Bizni qari qo'ydi tishi. Yopingchi. Mana bunday bo'ladi, tumshuqoq bo'ladi mana. Mana buni qarang. Juni torsa yulinadi. Mana uka, mana bu isbot. Mana buni ko'ringlar obunachilar. Buni olgan odam baraga topadi uka. Olgan odam baraga topadi. Mana qo'ydan jun to'zi yotib deyishmasin, baqa keling. Jonlar, o'ta baquvvat ekan obunachilar. Qo'ydan xolasa ishqoziga. Bu qo'y puli ekan qo'yi deyishmasin. Bu to'lovyapti bu. Bu juni olinmaydigan Mana uka tishlari, mana tishi. Bu tumshuqoq qo'yimiz 4 turaveradi biznikini.
Bizigina hop, aligisi ichida bo'ladi. Bir Biznikini uka pardoz, mardozi uka ichida bo'ladi biznikini. pardoz mandoz ichida Qarab bo'ladi. turing, bir 18 bosh qo'y bor uka. 18 bosh. Hammasi bo'g'oz-a? Bo'g'oz qo'ylar uka. Egizaklar bormi yo'qmi ichida? 4 ta egizak bor uka. 4 ta egizak. Mana obunachi 4 ta egizak. Hop, endi egizakni bergan garantiya yo'q-a? Yo Sardor bey bu qo'y egizak ichida turib, Hop. bo'ynlariga bir arqon solib, Ha. yo to'qmoq solib, Hop. mana shu qo'yimni olasan deganim yo'q. Xohlasa olishsin mana. Majburiyat bas. Buni uka olib ketishaveradi uka. Masalan, egiz tug'adi deb, ikkita tug'adi. Egiz tug'adi qo'y qanday uka? Vaqtlari bo'lsa, mana shu ishda tushirgan qo'y balki ikkitadir. Balki ikkitadir. Yildan keyin обязательно men ikkita tug'adi. Mana Bir obunachi. ikkita, bir bitta uka. Qo'ydi lekin xohlasa o'ta yirik, chiroyli, junomis obunachi sifati zo'r edi. Birorta qo'yga qaychi tekkizmaydi uka. Qaysi tekkizishmaydi? Qo'yni o'zi shunaqangi to'lovga hali ot to'laydi-yu. Ha. Ot uloqlardan chiqqandan to'laydi. Ana shunaqa rangga kiradi bular uka. Narxini ham bitta Bu bomba qilamizmi? Tojikiston istarafshonni qo'y uka. Mana Narxga bular keladigan bo'lsak, nech bilan deydi uka? Nech bilan qo'yishyapti uka mana? Ya qo'ylar endi qarang. siz aytingchi narxni, men baland bo'lsaga tortishaman. Baland bo'lmasa, mana bu. men uyda polvonaga Mana mana shu shu qo'yim 35 kiloni ko'tiga uradi uka. Vaji go'shi, lekin men so'yib bermayman Mana. uka. Chunki bo'g'oz. Mana bular qarang. Hozir bitta narsa qilamiz. Bitta narx aytasiz, baland bo'lsa aytaman. Bo'ldi. Agar yopishtirsangiz so'ramayman aka. Bo'ldi uka. Bu hali qanaqa? Xonadonda bir 50 ta qo'yni chuvaladi yurmaydi-yu. 18 bosh mazaq etadi, shu 50 tani o'tini shunga bersin. Lekin bu etidan keyin bozorga olib sotib turgan paytda bir 90 ta xaridor kirgan bo'lsa bozorga. Ha. 30 ta qo'y shu jaydari qo'yga ish qo'ziladi. Bir 90 ta qo'yamiz, 80 tadan bu qo'yni ustiga ketolmaydigan qo'yda bu. To'g'riga. Hech bo'lmadi deymiz. Bularga uka mayda judasi yo'q uka. Janob qarang kallalarni. O'qara, mana shu qo'yga bitta ko'rib qo'ying. O'zim ham sizga ko'rmaganman-da uka shu qo'yni. Jonivor mana obunachilar. Mana shu qo'yni sherigi bor Qo'yni uka. o'ta Qo'yni xolsa, et nima qildi? Mana shu dahshatlar. qo'yni sherigi bor mana qarab turing. Mana bu ikkovi mana. Mana bu ikkovi. Mana bu ikkovi. Fatma Zuhroxon bo'ladi. Mana obunachilar. Fotima Zuhra. Bitta o'giringda baqing. Gapni eshiting. Bu qo'y ikkovi egiz bo'lgan uka. Ikkovi egiz bo'lgan. Mana tishi uka. Mana. Mana. Obunachilar 4 ta, baqa yaqin. 4 ta uka. Ikkovi Fatima Egizak. Zuhra. Qo'yni qarab qo'ying uka. Mana. Kallalariga e'tibor bering. Kallasiga ham ahamiyat berib qo'ysin. Egizak. Bizda u kraska urib qo'ymaymiz miyasiga uka. Qo'yavering. Bizniki PR miyar bas. Mana buni Obunachilar. qarang. Piyar bo'lmaydi. Narxini aytingchi, narxini. Narxiga nima ham derdik? Bo'ldi uka. Ichida So'ramagan ligi ham ichida ketadi. 38 ligi ham ichida ketadi uka. Qo'yisi yo'q. 4 million so'mdan bo'ldi bor. Bo'lmadi. Jamshidga bo'lmadi. Yo uka, endi eng Yo, bega hozir boshqatdan gapiring ekan. Baland narx qilib bunaqa piyar qilish. qo'yim qarab turing. Mana bu qo'y. Shu qo'yni ham 3,5 millionga mavoda eng past qo'yim shu. 17 bosh qo'yim bir xil. O'sha qo'yni ham menga 3,5 millionga bitta ham. Hop, bo'ladigan gapni gapiring, oldi qo'sh qilmasdan bir joyga. O'sha narxda berasiz, bo'ldi. Qanchada? O'sha narxda birinchi partiya narxi. Birinchi partiya nech pul qo'ydingiz? 3700. Bo'ldi o'sha narxda. Yo, 38 37 dan qo'ydik. 1700 dan qo'ydingiz buni. Yo, Siz yo kameradan o'girib olmang-da, kameraga qarab gapiring. Uka odamni yo, Yo, sizlar nima biz bunaqa qilyapsiz? Bozorda berami? Bozorda bermaysiz, sizda beradi. Uka, men yomon gapman. Yegarga sizda arzonchi deyishmaydi, aka. Bo'ldi 3700 dan. Bo'ldi, mayda ushlasa 39 dan bor. Siz arzonchimisiz? Uka, bitta past. Yo'q, bitta gapiraman. Jamshid arzonchimiz, Jamshid qimmatchimisiz? Ya arzonchimiz. Bo'ldi. Shu gapingizga bitta, mana. Bo'ldi, gapda 3 million 800 ming so'mni olsin bor. 3710 ming so'mdan bo'lmaydi. 3700 dan berasiz, rozi bo'lib qo'ying. Yo, Sardor bey. Jamshid Yo, aka. uka odamni, uka bunaqa- odamni. Odamni 3700 dan. odamni mehnatini kuydirmay uka. Ya, Ro'zani kunida bir-birimizni qiynamaylik, obunachilar qiynamaylik. Jigar bag'rim ezilib ketadi uka. Ya, sizga ham oson emas aka. O'zingiz xabaringiz bor uka. Masalan, bu Isuzuga yuklanadi uka. Isuzu tepasiga yuklaydi qo'y. Tagiga kirib qaraysiz, siyadi, chichivoradi uka. Bularni ham uka boshimizdan o'tkazadi Hop, uka. shuning uchun bitta duo qo'shib chiqib ketadi. Ya'ni Jamshidga. Yo, Sardor bey, Ya, ularga jinga- oltin olma, duo ol deyishadi. Lekin shu bilan 700 mingdan qo'ydan foyda qilaman. Ochiq gap. Hop, 3700 dan bering, duo qilib Kam qo'yishadi. foyda qilaman. Bo'ldi. Aytdim, 3710 ming so'mdan Bo'l olmaymiz. dastlabdan o'zida qilib olsin. Berasiz dastlab, uygacha qilib berasiz. Yep. Baraka tortish bo'lsa mana tortish Obunachilar obunachilar. 3,5 milliondan bitta narsa 3,5 million so'mdan mana shunaqa qo'y bor deydigan obunachilarga Hop. xuddi mana shunaqa kerak menga. Tojikiston mana shunaqa simjin qo'yidan bo'lsa olaveraman men. Mana obunachilar- Xalqimizga yana videoga chiqarib 200 ming 200 ming qo'y sotaveraman. Mana. Bu qo'ydan qo'y qolmaydi. 3 million 700 ming so'mdan obunachilar, lekin bozordan haqiqatan arzon bo'ldi. Bozorda 42, hop 4,5 million olasiz chiqib Yana bozorda. bitta gap, qo'yni ichidan Hop. mana shu 18 ta qo'y bor. Ha. Qo'yni ichidan 4 million 200 mingdan men 5 ta 6 ta olaveraman men. Ana yana foyda qilaverasiz sotishsa. 3 million 700 ming so'mdan qaysi bitta obunachisiga bor baraka. Lekin sotaman desa, qo'yni ichidan 6 tasi 4 million 200 Straz 500 mingdan foyda qilyapti. Oladigan qo'yman bitta ana bu qo'y. Bitta bu. Mana bu ikkita. 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 Ikkita bo'lsa, mana bu qo'y 3 ta. 3 ta. 3
3ta bo'lib turgan bo'lsa, mana bu 4ta, 5ta, 5ta, 6ta, 8tadan chiqadi, lekin 6tasini olaman. 6tasini olasiz. Bo'ldi uka, 7dan biri qizi. Gapni eshiting. 7tasini olaman. 11tasi o'zi 4 million 200 ming olsam 500 mingdan foyda qilishyapti. 3,5 million. 3,5 million pulni shu 11ta qo'yga shuni bo'lib yuborsa uka, 3 million 400 mingdanmi olgan bo'lishadi uka. O'g'illab kelgandan battar o'ladi. Lekin Alloh barakasini berib oladigan odam hammasini olsin, lekin bitta narsa, bitta olaman degan odamga sotaman uka. Otangizga ham. Bu qo'yishdan mana shu gaplar uchun bitta laykni bosib qo'yasiz. Bunaqa bo'lmagan, bo'lmaydi. Bo'lmagan uka. Yana bitta gap. Shu qo'ydi, shu narxda qo'yib bersin, yana nima qilasiz mana? Shuna qo'ydi, shu narxda qo'yib siz sindiraman sizni. 3 million 700 mingdan narx chiqardim. Mayli 3 million 700 dan chiqarishmasin. 3 million 600 mingdan chiqarishsa, mana shu qo'ylar narxi 3 million 300 ming bo'ladi uka. Gapga javob beraman. Otangizga ham. Enasini qonida tug'ilmaydigan narx qo'yaman men. Mazzasi qocha, hali xo'roz o'yinga borsa betiga suv purkaydi uka. Xo'roz qolib turgan bo'lsa, ana shunaqa betiga suv purkaman uka, o'ziga kelolmaydigan qilaman. Bizda unaqa sizda haliga bitta hali o'zimizcha bir joyimizga ishonganda emas. Uka, bu qo'y Qirg'iziston yopilgan bo'lsa, Alloh taolo nasib qilsa, hamma ko'z terimlar turibdi shu yoqda ochilsa, jinday bo'lsa ham xonadoniga tirikchilik qilib, nabarat o'shani yaxshi qo'ylar olib kelib, biz ham ko'paytiramiz. Bu qo'ydan nimasi o'tgan uka? Juda nihoyatda ko'p o'tib bo'lgan bizga. Soni serop obunashni bo'lsa, 5000 ta qo'yda zaxirasi bor. 4000, 5000 qo'y zaxira bor. Qo'ydan muammo yo'q. Liba betini o'g'ilasi bo'lsa, qo'y bo'ladi obunashda. Behudaga pullar sarflamasdan turib, behuda qaytdagi qo'ylarga lak bo'lsa, qaytdagi qo'ylarga nima qilmasdan, mana bunaqa qo'ylardan xonadonlarda ikkita bo'lsa, yetadi uka. Yetadi, otingni sot, molingni sot, xohlovchi odamlar Jamshidjonni olib bitta qo'zchag'ini ol. Bargaz bersin. 3-partiyamiz obunashlar. Bular ham bo'g'ozi Jamshdagi. Bular Qirg'izistonda javaq qo'yi bu qo'y. Javaq qo'ylar. Bu qo'y go'sht yo'nalishiga qattiq borib ketaveradi. Go'sht yo'nalishiga? Go'sht yo'nalishiga qarab turing uka. O'z tulovni ko'ryapsiz qo'ydi. Mana, shu qo'yda 6 kilo dumba bor-da. 6 kilo dumba bor. Bu lekin juda bo'ylar ekan mana shu. Uka, bo'yan 90 chiqadi. 90 chiqadi haqiqatdan. 90 qarab turing. 90 shillik qo'ying, qarab turing. Mana bittasi ikkovi egizda bo'lsa, mana bittasi. Bu bittasi. Mana bu qarang, qo'yni ikkovi. Mana obunash. Ikkovi ham uka mana. Bu qarang. 3xda. Yerigidan ekan. Mana bu qo'ydi. Endi bu metrda yetib boradi-yu, buni santiga qo'yib 75. Bizda o'sha 75. 75 uka. Gap 70, lekin 75 bu banki 75 narxini qo'yamiz, Sardor bey. Gap yo'q. Gap so'z kerak. Nechtadagi sonni? Soni 12 bosh. Bitta obunashingizni qo'ydi. Bitta obunashimiz olib tug'dirib, qo'y qilishsa, xudo xolasa, juda o'zgaraveradi obunash mana. Sardor bey, buni bitta savdo bo'lgan uka. Bitta savdo bo'lgan. Hozir uka 3 million 800 mingdan qo'y chiqardik, 3 million 700 dan. Qarab turingda, 3 million 700 ga mana qo'yni qo'shsam bo'ladi, bitta. Bitta. Undan kam emas, zo'r bu. Mana ikkita. Mana 3ta uka. 3ta. 4ta qo'y qo'ysam bo'ladi. Qolib shu 3 million 800 ming, 3 million 900 mingdan yo to'rovni addan chiqib 4 milliondan qo'ysam, bitta obunachi bitadi. La, menda unaqa xalqda sola-sol, qoq-qoq yo'q menda. Bu bitta savdo bo'lgan, bitta narxga beraman uka. Shunday beriladi. Uni kattasini ajratib, 4 million so'm qo'yib, kichigini ajratib 3 million 800 ga qo'yib. Bu narsa qo'yilmaydi uka. Menda maqsad sotish. Buni qarab turing. Boshqa yasib qilish emas. Buni bugun sotib yuborsam, ertagalikka yana qo'yib, ertagaga inshaalloh. Bugun kun nima? Bugun seshanba. Payshanba kunga xudo xohlasa bugun ertaga chiqib ketsam, payshanbaga yana qo'y pachka turibdi. Hali kam-kam bo'ram, hamisha o'ram bo'lardi. 5000 qo'y bor uka. 5000 qo'y bor. Birovni yoki birovni uka nimasini qo'yini yo biz aldab olib kelib uka yokida birovni norizo qilib yo aldab yo bir nima qilsak, Xudoim taolo ham bir qisadi, qattiq qisadi uka. Lekin birovga bir yomonligimiz yo'qdir. Haftasiga 100-150 ta qo'y sotyapmiz. Xudoga shu qo'yimiz to'la, qo'ramiz to'la qo'y. Gap. Bu Samarqandga ketaveradi? Uka, bu qo'y ham Samarqandga ketaveradi. Samarqandga xudo xolasa bes bo'ladi. Endi bitta narsa uka. Obunachilarga qarang. Gapni eshiting, Sardor bey. Bu narsa 12 ta qo'y. 12 ta. Bir Samarqand viloyatidan bir insonimiz olishsa, hop. Qo'ydi. Qayd olishsa, mana shu Voha taraf uka, Voha tarafni gapiraylik. Toshkentning ag'i. Ha. Qaysi birlari olishsa uka, qo'yimni bo'yi 75 ga sotyapman aziz obunachilar. Qo'yimni bo'yi lekin 80, 85, 90 chiqishiga men javob beraveraman. Mana shu 12 ta qo'yni olisham, shu 12 ta qo'y boradi uylariga. Men endi shopir tovgani qiynalyapman. Shopirlarimiz endi aqaja borvorgani nima qilmaydi uka. Endi men nima qilaman? Gruppaga kirib turib, Isuzudir yoki Samarqand shopirdir kelib qoladi. O'sha Samarqand shopiri kelsa, Samarqandlik bir obunachi olgan bo'lsa, mashinaga ortiladi uka. Mana shu qo'ylar ortiladi uka. Mana shu qo'ylar ortiladi, lekin pulni kartaga tashlab berishaveradi uka. Kartadan tashlab berishaveradi. Mabodo bir aldash yo unaqa narsa bo'lmaydi uka. Bo'lmasam 155 40 bo'lsa, 155 40 ga telefon qilib turib, men Samarqanddan Sardor bey Jamshidjonning 10 ta qo'yini oldim, yo 12 ta qo'yini oldim, yetib keldi-ku, bitta qo'y almashib qolgansa, siz o'rtada vositasisiz.
Siz nima qilib berasiz? Ya Ana sizda shu- yolg'onlashmaydi endi Yo'q, obunachilar. endi bitta narsada men nimaga pulni beraverdim degan. Meni mana yoqdan shopirim bormaydi-ku. Ha. Balki gruppaga kirsak, ba'dan shopir gaplashadigan bo'lsa 3 million. Balki u vohani shopiridir, biroq balki bo'lsa vohani shopir aytishadiki 1 million bering, 1,5 million bering deydi. Tashlaydi-da, o'zini ishiga uyga o'tib ketaveradi. O'zini uyga o'tib ketaveradi, ana. Plastikka pul tashlab berishaveradi. Biz ham o'sha narsani plastikda pulni yechib turib, biz ham uka chepga chiqaramiz uka. gap yo'q. O bir hafta sinab olishadi buni, ha? 10 kun sinashsin, bir hafta nima qilasiz uka? Mana obunashda 10 kun garantiyasi bor. 10 kun garantiyasi bor uka. Qo'ylar qo'chqor bilan yuribdi uka. Qo'chqor bilan Qo'ylar yurgan. tug'adi uka. Hop, Bular bor. qisir qo'ylar bas. Qisir bo'lsa, mana shu qo'ylarni Qassobalarimiz siraz olib ketishadi. Siraz qassoblarga uka go'sht hozir to'g'ilmay yotibdi uka. Siraz so'ydirib yuboraman, lekin qo'ylar bo'g'oz qo'ylar uka. Narxi narxi. Narxi uka gapni eshiting. Buni pachakilar mayda. Bitta gapiring so'ramaymiz. Videoni cho'zmaydi. so'ramaydilar. Bu Yo'q, qo'ylarga lekin so'ramasak endi yopishtirib aytdik. shuncha qo'y chiqaryapman, mana shu qo'ylar вообще o't bo'ladi uka. Qancha? U bo'lsa yo'q uka. 3,5 million so'mdan bitta maza qilsin. Barbar aka. Shu yarim Endi milliondan. bunga ham bitta sport ketdi. Ha. 4 ta qo'y 4 milliondan qaytib o'zim olaveraman. Barakasi bersin. Ana 2 million so'm sirasi minusga. 2 qo'y ketdi. 4 Ana, millionni o'zlashdi. o'zim olaman. 4 milliondan. Ha, lekin 4 millionni o'zim olaman. Mana bu qo'ydan bitta olsin. Endi ashqo tumshuqqa qo'yib tishini ko'rsatib qo'yamiz. Tumshuq og'iga mana shu. Mana obunashda. Hop, tishini hozir ko'rsatib qo'yamiz. Mana. Mana Tumshuq qo'y mana. Tumshuq qo'yimiz ichi 4 tish bo'ladi. Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Tumshuq qora qo'yimiz ichi 6 ta bo'ladi, tumshuq oq qo'yimiz ichi 2 tish yoki 4 tish bo'ladi. Yo'q, yo'q. Mana Mana shu obunashda. qo'ydan olib qolaman 4 millionga uka. 4 millionga shuni ham Gap olib gap qo'yman. barakadan keyin 4 millionni 3 ta qo'y 12 millionga men olaveraman. 3,5 milliondan berib turib 4 qayda bunaqa marti bor uka? Va biz uka qo'yimiz ichiga 10 ta qo'y ichiga bitta bunaqasini qo'shib qo'yib bo'ldi 2,5 milliondan ketdi demaymiz biz. 3 milliondan ketdi demaymiz uka. 3,5 million so'mdan Yo'q, savdo. narxiga gap yo'q. Bor aka. Xullas obunachi 2 million so'm sirasi ayirasizlar. Mana yana qo'y xudo xolasa sizlarga. Qarasizlarki arzon 10 ta cho'ra. qo'yga qarab turing. Nechta qo'y qolyapti? 8 ta qo'yga 2 million ayirib tursa, pashta 300 mingdan. 3 million 200 mingdan qo'yilyapti uka. Qayerda beradi? Uka 2 oylik qo'zchaqni 2 million 200 2 million 300 sotyapti. Ha bu buna bo'lguncha sochiga oq tushadi xalqimiz uka. Maza qilsin, lekin qo'y olishda adashmasin. Barakasi bersin. To'xli boqaman degan obunachlarimiz uchun 4-partiyamiz obunachilar to'xli qo'zi sog'liqlar hammasi. Sardorga bular 10 ta qo'zi hali qisir. Bularga qo'chqor qo'yishga endi tayyorlanyapti. Kuzga qochirishadi. Xohlasalar hozir qo'ysin qo'chqor. Ya, tejab turib- Xohlasalar bir 2 oy sabr qilsa men bu qo'ylarga o'zi qirg'iz tojida bu. Siz- Afg'on nima tashab tushirib beraman. Siz qaysi maslahat berasiz? Qachonga qochirish? Bularga xudo xolasa hozir mart tugadi, aprel a? Hop. Aprel ham to'lsin. Ha. May ham to'lsin. Ha. Iyul oyida qo'chqorni qo'ysin. Hop. Iyul bo'lsa, ag'a iyun, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabrda 5iga qo'y tug'adi uka. Tug'adi. 5 oy 5 kunda qo'y. Noyabr ertangi qo'zida bo'ladi. Ertangi qo'ziladi. Endi noyabrda ham qanaqa? Kunlar sovuq qolgan bo'ladi, sal kuzay bo'ladi uka. Qo'y zo'r bo'ladi uka. Bular keyin uka mana Qo'zi sezonda bolasini sotishadi. bular Tarsiladi. Sardarbek qo'yni qulog'ida bitta emblemi bor. Hammasi. Buning kodi bor uka. Kodi bor. 0714 ekan, mana shu qo'ydiki. Ha. 0794. Hop. Narigisini ko'rsam 0795, 0796, 0790. Bitta firma. Bu chipda bu uka. Chip. Chip. Masalan, avval nima qilishadi? Bu baldaq taqib qo'yganmiz yo'q. Biz bu baldaqdan yo'q ham yerda uka. Bu nima qilishadi-da uka? Masalan, uyda o'tiribdi. Qo'ylari qo'rada yurib dalada uka. Ha. Telefonda ko'rib turaveradi bu. Qo'y qayda yuribdi, nima qilyapti, qaysi cho'ponda chip bu uka. Mana obunachilar. Hop, qo'ydi lekin xudo xolasa. Banitda 1000 so'm 1,5 minglik baldaqdan emas uka. Tushungan odam tushunib olsin. Keyin qo'yni qulog'i eni ham bitta otardi qo'yi. Bitta otardi qo'yi. degani bitta odamni qo'yi. Masalan 10 ta qo'yni ko'chaga chiqarib yuborsa, 3 tasi aqa, 3 tasi baqa, 2 tasi aqa ketmaydi. 10 ta qo'y bitta surib boraveradi uka. Buni dasturgasi qayercha? Yer sharidan chiqmagan holatda uka. Yer sharidan chiqmagan holatda. Ketaveradi. xudo xolasa. Ketaveradi uka. Bu ham uka bitta obunachisizni qo'y uka. Nech puldan narxi? Bular Sardorga o'tgan safar ham 10 ta qo'ydik uka. 2 million 750 mingdan qo'ydik uka. Hop. Bulardan sal cho'g'roq uka. Bu ham shu odamni qo'y uka. Hali cho'ponga borsak ham birinchi 100 ta qo'yni barakasini olsak, 100 ta qo'y bo'lsa uka, bunday darsada 100-chisidan pastga qarab bermaydi. Ha. Birinchi 1, 2, 3, 4, 5 ana shu mana qanday qiladi uka. Ana shu bo'lsa 100 ta qo'yni olsak manadan tanlatadi qo'ydi. Buni unisi tursa uyimda deydi. Pulingga yarashasini olib ket deydi-da. Ha. Shuning uchun biz borib pastlarni olib kelib endi mana cho'qqisiga chiqdik. Yana safarga mana shunisi qoldi. Kattasi qoldi uka. Bo'y nechiga beramiz shularni? Uka bo'yni gapni eshiting, 65 ga beramiz uka. 65 Lekin bo'yi uka 80 ham, 75 ham bor, qo'pol qilmaylik. Lekin 70-75 ga, 65 ga beramiz. 65 ga olaverasizlar. Narxini bitta gapiringchi. Narx Sardorbek 2750 million shu kuni qo'ydi uka. Hop. Bularni ham uka 2750 ming, 2800 bas uka. Bu ham 2750 ming. 2700 dan tekis. Yo'q, Sardorbek Ya bir Ramazonga 2750 mingdan. duo qilib qo'yishadi. Bo'ldi, u gapi tushib bo'ldi. 2700 mingdan. Barakasi bersin obunachilar mana.
2700 dan xudo xolasa bitta obunachimizga ketaveradi. 2700 mingni hammasini olgan odamga bitta dastlabkasi bitta joyga boradi uka. Xo'p. Lekin ikkitasini olaman degan odamga dastlabki o'zida qolishadi. Ya, o'zlari qilib olishadi emas, bir kelishgan holatda qilamiz. Andijonga deydigan bo'lsa, Andijonga 300 mingga borishadi uka. Ha. Mayli 150 mingga mendan uka. Bo'ldi mana. Endi lekin hozir telefon Donaga bo'lsa, lekin qancha raznica qiladi? Donaga olishsa uka 50 ming so'm farq qiladi uka. 50 ming so'm. 50 ming. Ya endi shu 50 ming bir hali qilmasa. Sardorbek, qo'yim bir xil uka. Bo'ldi, gap uka. O'sha narsa olish olsa. 2 million 700 ming, 10 ta olsam 2 million. Endi bu boshqa gap. Lekin bularni uka rohatini ko'rishadi uka. Bir betayin, bemaza, bir qaytdan bino bo'lib qolgan qo'y basda bu. Ha. Liniya bor, qoni toza, analiz javoblariga javob beraman men qo'ydi uka. Bargaz bersin. Sardorbek, xalqimiz qo'z chiqaring, qo'zlardan bo'lsin dudi. Yo'q. Xudo xolasa bu cho'lda qo'ylarni ajratib keldim qo'zlarni. Talab va istaklarga binoan bunisi. 18 bosh ajratib keldim uka. 20 bosh, ikkitasi uka mashina sig'may qoldi, eksan ko'tarib kelyapti uka. 20 bosh. Buni ichida fisubilloh nechta qo'shqa nechta so'llig'ini ko'rganim yo'q. Yo'q. Xudo xolasa men 50 ga beraman. 10 ta qo'shqa 10 ta so'lliqqa beraman. Mana obunachlar. Lekin qashqa qo'shqa. Mana shu ko'rchi. Qo'shqan ashla. qo'chqor mana shu. Xudo xolasa uka. Qo'chqorda o'ta yirik ekan obunachlar. Nechta bor o'zi общий cho'lda? 20 bosh qo'y bor uka. Yo, cho'lda общий. Cho'lda yaqin 1.5 mingta qo'zi beyichi bo'lsam 2 mingta qo'ziga xalqimizga inshaalloh boshim omon sog' bo'lib tursam 2 mingta qo'ziga men xalqimizga javob beraveraman. Ag'iga endi Alloh biladi. Lekin bular 18-20 bosh qo'zi bu o'zimni dehqonchiligimdan xudo Bu dehqonchilik xudo xolasa. Mana shu qo'chqor obunachlar mana. qo'shqaranchilar. Bu dehqonchilik endi yana xudo xolasa adam o'tsa, 20 bosh bular endi mustaqil xalqimizga nima qilaveraman? Inam qilaveraman. sezonni boshlasak layklarga qo'zi bonus qilamiz degansizda, hozir bonus qilaveramizmi? Qochdimiz. Hop. 1-apreldan hozir 6-7 kun qoldi. 1-aprel yo 5-apreldan uka xudo xolasa 10 ta qo'yga bitta qo'y, 10 ta qo'yga bittadan qo'zi padarga bo'ladi uka. Bu birinchi pochin. Bu birinchi pochinga xudo xolasa 20 bosh. Boqqudagilar o'zimizning dehqonchilik. Xudo xolasa uka buni 10 ta qo'shqa 10 ta so'ligi men kafolat beraman xalqimizga. Mana obunachlar. Lekin Sardorbek beyda qo'chqori ko'p. Qo'chqor ko'proq. Ha, men lekin 10 ta qo'shqa 10 ta so'liqqa sotaveraman. Mana obunachlar. Lekin 10 ta qo'chqor chiqmay qolsa men qo'chqor to'lishimman, beraman, sirazi. Berasiz. Lekin bu yerda 10 ta qo'chqor 10 ta so'liq ko'p. Kemaga keyin qulog'iga bunday ahamiyat bering. Hammasini chap qulog'idan bittadan vishibga olingan. O'zimdan shunaqa. Obunach chap qulog'ida. Chap qulog'ida shunaqa. Endi ayda qo'y ko'p bo'ladi, o'shancha. Endi uka qanaqa bular bir aptoda juni kuyib ketgan, bir hali yangi chiqqan qulpinoyda bular uka hali. Xudo xolasa maza qiladi, lekin bular borib sut, put, boshqa narsa degan yo'q. Ana shu 3 ta qo'yim, bitta qo'yni bo'lasi. Ana shu cho'q qashqa bor-ku, qashqa bulturgidan boshqa. Shuni bilib oling. Mana obunachlar. Ana shu cho'q qashqa bor-ku. Uchoq qo'y. Shu qashqa. Uchoq qashqa qo'shqa sonligini bilmayman. Lekin uchoq qo'y bitta qo'yni bo'lasi. 300 oy. 300 ga. Mana obunachlar. Hop, ikkitasi qo'chqor-a? Ikkitasi. Balkim uka qarab turing. Hasan Husan potmadi uka. Balkim potma Zuhra Husan bo'ydi uka. Alloh biladi. Alloh biladi. Balki Hasan Husan Mujjondir. Mana obunachlar. Yo'q, Hasan Husan Mujjon. Buni qayerga yetkazib beramiz? Buni uka oladigan odamlarga uka vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul. Vodiy bo'ylab bepul. Endi birinchi pochin voha tarafdan kelishiga olishda 20 Birinchi pochin vodiy bo'ylab. Ha. Endi xudo xolasa ishni yo'lga qo'yib olsak, butun O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. Gap yo'q. Endi Endi biz shuni shu bo'lib qolibdi. birinchi pochin bo'lsa, masalan, bitta ikkita sotaveramiz endi. Bo'laveradimi? Lekin buni olgan odam uka bitta narsaki hammasini olgan odam yetmaydi. Mana Buni obunachlar. juni kuyib qolgan, bir qurib qolgan, bitib qolgan deydi. Nimalarda? Jizzax Qashqadaryolarda Ha. bitib qolgan qo'zi deydi. Ana qo'zida uka. Junali- yaltillab turibdi. Kishmish, qora kishmish. Qora kishmish. Novvoch qo'shib suv beraman kelsangiz dedi-yu. Ha. Novvot qo'shib suv beraman kelsangiz degan qo'shiq bor. Ya endi mana shu deydi, she'r eshitdik. Yo, she'r Jamshidagi. Uka, she'r bor uka. She'ri va'da qilgansiz. She'r uka birbaz uka. Abdulla Ya, Oripov, Erkin Hop, Vohidov aytuvchi uka. Hammani she'rlar bor. Kamoliddin Rahimov shular she'rlar Siz, dedi yo, siz va'da qilgansiz, sudda 5 ta video oldim, va'da qilgansiz Jamshid. Yo, endi PR qilmangda bizga. Bu sezonni boshida qilaman uka. Yo, 1-aprel kuniga uka men she'r bor uka. Javobmi? 1-aprel kuniga xudo xolasa uka gap. Qo'zi ham bonus qiladi. She'rni ham aytamiz. aytamiz. Bir masxara bo'lib bas bu uka. Biz bozorga ras chiqmadikmi uka? Ha. Mana shu uydan onlayn savdo bo'lyaptimi uka? Xudo xolasa 1-aprel kuni qo'zi tushib turgan paytda kelas furada qo'y tushadi. Hop. Qurchovvoz uka. Ha. Meshpolvonlar hammasi mana shu yerda uka qarsaylab uka mana shu birinchi pochini chiqaramiz uka. She'rni eshitamiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi partiya qo'yib shunday xolis xizmat xalqimizga ishlayman. Gap yo'q. Va haligi bu uydan qo'y sotilish uchun o'zini foydasini ko'zlash uchun etib turgan odamlar bor ekan. Ular bilan ishim bo'lmaydi meni. Keyin siz aytasiz uka negativni o'chirib qo'yaylik deysiz. Ha. Negativni voобще o'chirmang. Shaxsiyatga teggan bilan bir shaxsiyatga tegishmasin, lekin boshqa gap bo'lishicha negativlarimiz gazini bossin. O'sha negativlar uyda ham mana shunaqa qo'ydan bor. Bo'lmasam
qo'yimni 40 qilaman. Shunda qo'yni junidan bir 1-2 ming qolib beraman. O'sha sottirib qo'zchaqni ikkita bo'ladi, uka. Gap. Obunachi mana vodiy o'ylab dasturiyasi besplatno. Narxini eshitdinglar, narxini. Narxi uka, nima derdi uka? Birinchi pochinga qarab turing. Bularning junlari. Birinchi pochinga bitta gapini so'ramaymiz. Ba'zi ba'zi ko'ryapman, junlarni olib agregat qilinyapti. Avvalambor bu qo'y junni olib bo'lmaydi uka. Bular ena junda uka, ena qorin junni olmayman men. Bularni uka 2,5 million 26 qo'yishyapti ekan. Men unaqa Yo'q, qo'yishyapti bu. Qo'yishyapti ular. Sizda arzon bo'lishi kerak. Birinchi pochinimga uka, men qo'yaman, 2 million 200 ming so'mdan qo'yaman uka. Birinchi pochinga. Ha. Bular uka, endi 1 million 1,5 millionga qo'zi yo'q uka. Lekin oladigan qo'zi ham bor. Oladigan odam o'sha olishaversin. Lekin men qo'yimga ishongan holatda uka, liniyasini tushuntirgan holatda uka, 2 million 200 ming so'mdan qo'yaman. Ertaga bozorga 1,5 million qo'zi bilan buni olib chiqsa, uni 18 so'rab turaveradi, uni 32 so'rab turaveradi. Bag'i ham bor uka. Donaga bo'lsa nech puldan? Donaga bo'lib turgan bo'lsa uka, donaga bo'lsa ham 2 million 200 ming, o'zingiz ajratib beringizsa 2 million 100 ming so'mdan uka olishaversiz. 2 milliondan chiqarib berasiz o'zingiz. Uka, tanlab olaman degan odamga 22 dan. Ha. Siz tanlab bersangiz 2 million so'mdan berasiz. 2 million 100 ming 2 milliondan. Bo'ldi, bor baraka. Lekin qarab turing, bu kelin kuyov sotiladi. Jub. Ha, masalan telefon qilgan odamga aka menga 10 ta qo'shqor deysa, 10 ta qo'shqorni sotmayman. Kelin kuyov. 5 ta qo'shqar, 5 ta sovliq olaveradimi? O'lmay uka. Mana obunashda. Nimasi bor odam, tushunchasi bor odam, 9 ta kerak bo'lsa sovliqqa uka. Bitta mana bu qo'shqorni qo'yib beraman uka. Xudo xolasa avgust oyida 42 43 qilib nimasini sotadi. 9 ta sovliq, bitta qo'shqar bo'lsa ham juda zo'r bo'ladi. Men qanaqa qurbiyatim yetsa uka, men yangi ro'zg'or, yangi ish boshlamoqchimanmi? Qo'chqorga qiziqmayman. Gap qo'chqorni uzoq. Uni ko'paytirish kerak. Uni uka 4 ta sovliq olaman, bitta qo'chqor olaman. Nimaga? Ana bu o'ynash yurib turib, avgust oyida sotaman desam, sovlig'ini 3,5 million 4 million bermaydi. Keyin maqsad, obunashda bu maqsad chiqib beravermaydi sizlarga. Qo'chqor olaman degan odam qo'chqorlarni olishaversin uka. Mana ana qarang, shipirgini yeyapti uka. Jonvorlar. Bunga nima qilishadi? Kepaymidi, sho'lxamidi, moshmidi, sulusmidi bosishaveradi. Gap yo'q. Obunashda katta keng parti. Obunashda qisir sovliq yemayman degan akalar uchun bular uka bitta narsa, o'zim bularni toqqa tayyorlab qarang. Dori, vaksina, birazot, cheche, yashilga hamma yo'q bo'lgan qo'ydi. Qo'ylar qari qo'y bas. Qo'ylar boladan ajradi uka. Boladan ajragan. Ha, rasa yemga tayyor uka qo'ylar. Soni 40 bosh. Soni 40 bosh. Soni 40 bosh uka, suvagi ham yedilli uka. Mana obunashda o'zi xudo o'zi borib bu qo'ylar ko'kka tushsa o'zi yorvoradigan qo'y uka. Ko'kka tushsa yorvoradiganni. Bular uka o'zim mehnat qilib buni ikkita qilib naslga sortga qilganman uka. Mana obunashda. Buni tishlari qanaqa tishlari? Tishlari uka, buni qari qo'y yo'q buni ichida. Buni ichida qarab turing. 2 tish et, 2-chi tug'ish, 3-chi tug'ish uka. 2-chi tug'ish, 3-chi tug'ish obunashda mana. Sardorbek. Hop, hammasi qisir xudo xolasa. Bularni o'zim toqqa chiqaraman dedim. Hop. Bir planli ishim bo'lib qoldi men uka. Nimaga? Yaxshilikka bo'lib qoldi. Hozir bundan keyin mana ish ham chiqadi, bir ko'rasiz obunashda. Xudo xolasa Sardorbek bular vaksina faqat bu qo'ylarga tamg'a taqsam bo'ldi uka. Ha. Endi yaxshilikka u yaxshiligi ham yanagi nimada partiyamizda obunachilarga tavsiya qilasiz. Yana partiyamizda xudo xolasa yangi sariq qo'ylarning ham poychasi ham baquvvat, iligi ham baquvvat qo'ylardi uka. Qo'yda xudo xolasa ishqibozlarga tavsiya qilaveramiz obunachilar mana. Bo'ylari 75 ga olishaveradi. Sardorbek bu narsa qarang, buni sirashni sotish emas maqsad. Lekin men bitta narx qo'yaman Sardorbek. Bu qo'ylarda o'zim dorilar, emlar, birazot yashil hamma yo'q bo'lgan. Hamma yo'q, vaksinalar tayyor. Bunga faqat qaymoq dorisini ishtiratda boshlar. Agar ulgurji hammasini olaman degan odamga gapni eshiting Sardorbek. 40 bosh. 40 bosh. Boladan ajradi. Qisir varianti. Qo'yim qari qo'y bas. Bir joyga. Bo'yini aytadigan bo'lsak, 75 dan tepaga qarab 85 ga to'g'ri qo'yim bor. Lekin 70 ga beraman qo'ydi. 70 ga? 70 ga olishadi. 70 ga olishadi. Buni maqsad sotish. Lekin strashni o'sha narsa qanaqa? Oluvchi yo'q bo'ladigan bo'lsa, men ilojim yo'q, bu qo'y toqqa chiqaraman. Avgust oyida qo'y tog'dan olib tushsam, 30 kilo, 35 kilolik bo'lib tushadi bu qo'y. 4 million tepasi sotaman bu qo'yda. Hozir nech puldan berasiz? Endi men bitta narx qo'yaman uka. Hop. Bu 32, 3 milliondan qisir qo'ylar sotilyapti bozorda. Tishdan qolgan qari qo'ylar. Buni bunday qilsangiz, hali qisir qo'y boqadiganlar bor ekan. Bitta tushuncha qilib o'tib keting. Baqa keyin Sardorbek, baqa keyin. Mana Sardorbek tishi baqa keyin. Mana 6 ta. Mana belni qarang. Bel, yemga tayyor uka. Endi bularda uka bitta narx qo'yaman uka. Nech puldan qo'yamiz? Gapni eshiting. Bularga mayda uchasi yo'q uka. 3 million, 29, 28 yo'q. 2 million 750 mingdan bitta olgan odam vaqti kayfini qiladi. Barakasiz. Soni 40 bosh. 40 bosh. 2 million 750 ming so'mda obunashda mana. Narx ko'ringlar, narxni. Suv degan narxda olib ketdi obunashda. Mana tishlar uka. 4. Mana tishlar uka. Qo'ydi ishqibozga xudo xolasa tavsiya qilaveramiz. Mana.
Mana tishlar. 4 tish, mana. O'zim bittalab yiqqanman qo'ydim. Mana bu qo'ylar qarang ku. Jonivor ko'ring obunachilar. Lekin bozorda mana shu qo'yni 3 millionga beradigan bo'lsa, laki bosib kommentariyamga 3 millionga beradi deb qo'ysin. Bu qo'y simjun deyiladi. Mana tishi ku. Mana. Qo'yaver. Qo'yimda tishi ku. Hop, kolleksiya qilib yig'ilgan qo'ylar obunachilar 2 million 750 dan, xudo xolasa. Yaxshi niyatda men o'zim 2 ta, 3 ta, 4 tadan qilib turib olganman buni. Toqqa chiqarish planim bor edi. Yaxshilik kunga xudo xolasa sotyapman. Avvalambor bu qo'yga xaridor chiqmaydigan bo'lsa, avvalambor chiqadi, risk ko'tarib turgan bo'lsa. Bo'lmasam ilojim yo'q. Men toqqa 4 kun, 5 kun ishlab bu qo'ylar ketadi. Ketadi uka. Donaga bo'lsa necha puldan beramiz? Donaga bo'ladigan bo'lsa bitta yarimtaga qo'y sotmayman uka. Ya, meni unaqa emas-da, kim Sardorbek. Hammani sharoiti har xil-da. 5 ta olaman degan odamga sotaman uka. Ikkita olaman desam sotasiz. Bo'ldi uka, 2 ta olaman desa, prosta o'zlari kelib turib tanlab olib ketishaveradi uka. Bo'ldi. Yo olib kelib bering, sizga ishonaveraman degan bo'lsa, yoshidan qo'ylarim hammasi yosh. 4 tish, 6 tish, 4 tish, 6 tishdan jo'nataveraman uka. Dastlabkilar o'zimizning bo'ynimizda bepul, lekin 40 tani olgan odamchi, va shu yutdi. Tezroq bitadi-sha. Yutdi 40 tani olgan odamchi, mana shu lakdagi ko'rib turgan odamlaringiz bo'lsa, mana shunga ishonchim yuragim urib turibdi. Video chiqishiga mana shu qo'y ketdi. Gap-gapda. Barakasi bersin. Obunachilar buni olib turib, masalan, tejab turib, kuziga qochirib, yilini naq olsalar obunachilar bozorda 4 million so'm. Bular boladan ajradi. 20 kun qo'yga tarbiya kerak. 20 kun tarbiya berib. 20 kundan keyin qo'chqorni qo'yib Gap yo'q, obunachilar qochirib xudo xolasa, boğaz olsalar ham foyda qilaveradi obunachilar mana. Endi tavsiya qilaveramiz. Hammani simjunni hayotda ko'p qo'ydi ishda. Mana bunaqa simjunlar o'ta ko'p obunachilar. Mana uka tishlar. 4 tish mana. 4 tish. Buni o'zim yiqqanman buni, yaxshi niyatda. Qo'ylarni yelini mana bunday bo'yapti. Sirazo bor yemga tushgandan keyin, qaymog'ini urgandan keyinmi? Bu qo'ylar. Ana buni qarang qo'ylarni. To'lovni qarang. Xudo xolasa olib boqaman degan akalarimizga tavsiya qilaveramiz. Obunachilar ketdik oxirgi partiyamizga. Keyin Bosniya akalarimiz uchun mana bunaqa o'ta noyob eshik obunachilar. Sardor men tushuncha o'tgan videomizda bu eshik o'tgan videoda chiqqan obunachilar. Hozir bir sababini aytamiz. Bu eshikni lekin tanlab shu bo'lgan. Obunachilar menga telefon qilib, Jamshid telefonda olishmayapti. O'zingiz ayting, "Ash eshikni menga bersin" deb ko'pchilik so'ragandi, biroz sotib lazz qo'yganlar uchun. Ozgina hozir ichib bo'libdi, aytib o'tib ketamiz uni ham. Sardor bu eshikni avvalambor uka, endi ro'za Ramazonda nima emas, 50 ta odam telefon qilgan uka. Yo, o'zimga telefon qilishdi, deyapman, hozir mana menga ham telefon qilib, hattoki o'sha Jamshid telefonda hozir ash eshikni menga bersin deyishdi. Hattoki o'zimizning vodiyda odamni juda ko'p qilishdi. Mana Go'riskiy degan joy bor-ku, Besharqda mana. Ash yerdan bir 4 ta 5 ta odam telefon qilishdi. Yaypandan uka, o'zimizning vodiyda nihoyatda ko'p qildi. Andijondan qilishdi. Aka beraymi ash eshikni deyishdi. Prosta bu narsa sababini aytib ketaman. Video chiqqan. Birinchi bo'lib bu eshikga Toshkent viloyatidan birov telefon qilishdi. Endi amakimiz, yoshlar katta amakiga barakani olishdi. 400 dollar chiqardik uka. 400 dollar chiqardik. Bu hali halolimiz bo'lsin. Yolg'on gapirmaylik. 400 dollar chiqargandik, 4,5 millionga echkini olishdi. So'mga. Bir sabab bilan olishdi. Menga iltimos degan sababimiz bilan 4,5 millionga asli berdim echkini. Bergan joyimda men nimam deya kartamga 100 ming pul tashlaganlar. Echki 2-3 kun tursin deydi. Kecha menga telefon qilishyapti echki. O'g'lim iltimosi shu echkini dedi, pul qilolmadik, pensiyamni ololmadik dedi, bir sabab bilan dedi. Jinday nima bo'lib qoldi deydi. Shu bilan uka echki qolib ketdi. Endi nimaga? Sotuvga boshqatdan chiqardik uka. Endi sharoit g'ali bo'lib qolgan bo'lishi mumkindir. To'g'ri tushunish kerak-da. Tanganing ikki tarafi bor. Shunaqa uka, bu masalan sotilmay qolgan joy yo'q. Bu echkiga uka ashaddiy miqdorda juda ko'p uka. Necha pul deymiz hozir buni narxini? Buniga uka o'sha bergan, baraga bergan narxini. Baraga bergan narx 4,5 millionga olishversin. Buni narsani hozir 4 million 600 mingga sotib ham, bola-chaqaga yetkazamiz uka. 4,5 million so'mga baragadan qaytmaylik. 4,5 asli qo'y echkinimi? 4,5 millionga sotgandan keyin sotmasidan oldin ham echkiga normalniy pullar olishadi. Prosta u amakining gaplariga. Endi siz ham labz qo'yasiz, unga ishonaman. Bergandim. Asli 4,5 millionga bitta jaydar echkim bermaydi. Yurganlik emas, buyurganlik. Hozir bir bugunga bitta obunachimizga nasib qilgandir, xudo xolasa. 4,5 million so'mga olishsin, o'zida dastlabki qilib olishadi. Yo, dastlabki. Uka, o'zi 400 Toshkentcha qilib berasiz. O'shanda gapingizni Toshkentcha qilib beraman deb baraga bergansiz. 400 dollarga deganman-da, uka. Yo, 4,5 million bergan ekansiz, baraka qilib Toshkentcha. Baraka. Valloh, ketaveradi. Bola o videoni yangi ko'rayotgan akalarga bola erga obunachda. Bolasi kecha videodan ancha katta bo'lib qolibdi. Katta ketdik, yo, xudo xolasa. Xullas, xudo xolasa ish qog'oziga tavsiya qilaveramiz obunachda. Jamshidga bugunga shular, ha? Bugunga shular uka, xudo xolasa. Obunachilar nomer ekanini qo'yib qo'yamiz, aloqa ish qurasida inshaalloh narxi gap yo'q. Otangizga rahmat aka. Akalar, bitta narsa telefondan ko'tarilmay qolyapman. Mobodaki bitta nomer ham qo'yib o'tib ketamiz. Nomeri nechi? 99lik. 97lik. 209 95 Sherigim Sardor bergan bo'lar nomeri. Adashingizniki. Meniki 93lik, 194. Yo'q, ba'zi payt shunaqa vaqt bo'lyaptiki, haligi savdo men ham tushunmayapman, savdo qizg'in bo'lib ketib qolgan payt. 97ligimizni ham bugun nima qilib qo'yamiz? Yoqib qo'yamiz, xudo xolasa. Telefon yoqib qo'ydik, sabablarga ko'ra
Anaqa blokkan bir bo'ladi, shu qo'ying. Xo'p, obunachilar, hammalarga yoqimli ishtiqaz, iftorlikni yaxshi o'tkazib olinglar. Kelasi yangi videolar ko'rishuncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.